O'rtoqlar, Stamford Bridge'dan gapiramiz. Chelsea stadioni oldida turibmiz. Qodirjon aka, Manchesterga borish jonga tegmadimi? Nasimjon aka, meni-ku jonimga tegmadi, lekin vatandoshlarimizni, aynan obunachilarimni talablariga binoan men sizga aloqaga chiqib bu ishni amalga oshirishimizni iltimos qildim. O'shuning uchun bir o'zingiz batafsil bir tushuntirsangiz, yurtdoshlarimiz yaxshi bo'lardi. Albatta, ha azizlar. Aynan Chelsea va Wolverhampton o'yinlarini stadionda Stamford Bridge'da jonli biz bilan Nodirbek London hamda Nasimjon Qodirov bilan kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nafaqat futbol tomosha qilamiz, balki 8 kun mobaynida ahil unoq aka-uka do'st bo'lib, biznes ilmlari, networking, sayohat qilamiz. Buyuk Britaniyalik ekspertlar tomonidan siz 2 kun mobaynida ilm olasiz hamda kuchli networkingni esdan chiqazmaymiz. London, Cambridge, Oxford shaharlari bo'ylab unutilmas tarixiy ilmiy safar qilamiz. Taklifimiz qiziq bo'lsa, ushbu havola orqali biz bilan bog'laning. Biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz.